ushbu lavhani yuragi bo'shlar ko'rmagani ma'qul. Gap shundaki, Samarqandda velosiped haydovchisi KAMAZ ballonlarining tagida qoldi. Bo'ldi, ushlab tur, qimirlatma shuni, ushlab tur shuni. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchi KAMAZ rusumli yuk avtomashinasini mahalliy ichki yo'lida boshqarib ketayotgan vaqtida o'zi bilan bir yo'nalishda qatnov qismida harakatlanayotgan velosiped haydovchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ming afsuski, olgan og'ir jarohatlari sababli velosiped haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Urgut tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari millarga ma'lum qildi. Yengil mashina hamda velosiped haydovchilari, bir narsani unutmang, yuk avtomobillarini oldida harakatlanayotgan vaqtingiz doim oraliq masofani saqlang. Bu orqali siz birinchi navbatda shirin joningizni turli xavf-xatarlardan asragan bo'lasiz. Biz shu o'rinda vafot etgan velosiped haydovchisining yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.